Yo bolalar, barchaga salom, sizlar bilan men Xardayli Samuray. Bugun videomizda bolalar va obunachilar bilan birga ko'rib turgandim. Mana shu o'yin o'ynaymiz bolalar. Futbolchilar yugurib yuribdi bolalar. Mana shu futbolchilarni hozir biz olib turib bazamiz yopib kirishimiz kerak. Tepada esa qanaqadir mifik yoki qanaqadir qimmatroq futbolchilar va like blokda spam bo'libdi bolalar. Mana ko'rib turgan Amirchi zonasi oy bir minutdan beri o'tdimi bolalar? Salahda olgan buni qaranglar, basharasini qaranglar bolalar. Salahga ham o'xshar lekin. Bolalar Amirchi kuchi Salahda olibdi. Qayerdan desalar, spinga kirsalar bu tupo ekanlar, ikkita spinlantirgan ekan, bittasi Salah tushirib olgan. Bittasi spindan tushurdimi? Yo'q-mo'yo bolalar, shu gapiga buni men Salahda ikkita tushiraman qaranglar. Yoki eksklyuziv like blokda olib qo'yaman bolalar. Buning ichida Ronaldoni tushirib olaman. Let's go bolalar. Qani bizga eksklyuziv like blokda tushirib berishga 100 ga tushdi menga. Yo'q-mo'yo. Ha? Kick speed yo'q-mo'yo. Men qo'limda qaraqadir Rodrigo bor ekan. Rodrigo bilan Salibani qo'yib qo'yamiz bolalar. Ikkalasi ani quvvatda. Rodrigo bashasi qaranglar, negrigini qaranglar. Oppoq kiyimda. Короче bolalar 115 ga pulimiz bor. Hozir endi kuchtirsa bo'lar ekan. Buni upgrade. Oy, buni kuchtirsa bo'lar ekan bolalar. Buni kuchaytirishimiz uchun sekundiga 14 ga beradigan qilib yubordim. Yaxshi, normalniy. Hozir yana kuchaytiramiz. Buni ham upgrade qilamiz. Salibani 5 gadan sekundiga beryapti. Qaraqa like blok spam bo'ldi. O'ta anolar uxular ekan bolalar. Uy, godly like blokda oldim. Yo'q-mo'yo ki urma meni. Urmadi olmasanga. Ey kallang go're. Godly blokda oldim, godly. Ne urasan? Urvorotdan uyg'otib yubording, tupoy miya. Hatto speed kuchaytirishimiz kerak, menimcha bolalar. Voy be. Secret look mode spam bo'ldi. Yo'q-mo'yo. Mana upgrade qilishimiz normalniy qilib Rodrigoni sekundiga 74 ga beryapti, normalniy. Qani 3 ga beryapti haligacha. Hozir narsa olsa bo'lar ekan, 5 millionga lighting qo'yib olsa bo'lar ekan bolalar. Tezlik shu bilan uchib kelsamiz, ha? Davay bolalar, mana kuchaytirib qo'yamiz hozir. Ana op, sekundiga 180 kiyot. Godly? Oy, menga ber. Menga ber. Day, och, tushsa menga ber. Tez bo'l. Och. Sotata ko'rib beraman. Bosib enter, sotarazan kut. Qaysini bos deymi? Yo'q ekan oladigan. O bo'lmas ekan uni. Ha, yo'q, otmadi. Menga bersa? Oho, Javi oldim, bola, Javi. Mayt qo'yib qo'yamiz. Mana olamiz. Oy, bola kuchaytiramiz endi. Javini kuchaytiramiz. Bonusda, oy, sekundiga 1.5 20 million. Menga 1.5 million beryapti sekundiga. Bola, qani serverimizda kimlar bor? Serverimizda normal futbolchi borlar bormi? Mana qanaqa futbolchilar bor? Muslim futbolchiga obunachiligimizdagilar yaxshi, mayli necha. O'rtadan hozir qimmatroq narsa turib, biz eng qimmat narsa olib kelishimiz kerak. 150 million dollarga nima? Like boss tasha menga. Mana qanaqa like blokni olish kerak, bola, qimmat like blok. Mifik Karim Benzema spam bo'libdi bola. Oy, striker, Sancho bor ekan, yugurib yuribdi. Qana bizdagi normal like blok bormi yerda? Kuti yonyapti buni. Oy, Salibani kuti yonyapti bola. Qaranglar. Let's go. Qani bitta normal. Mana qo'lyapti mashinikcha. Xolos bu yerdan olamiz buni. Oy. Jordan Sancho kelyapti. Karim Benzema. Ukajonim, Benzema ukajonim. Yo'q-mo'yo. Ukajonim Benzemacha. Bu yoqda. Negir kalla. Bu yoqda. Oy, ey, basharang ko'ra tegma. Voy. Tegma olmasanga, tegma o'g'lama. Nima urasan, kallang ko'rasan. Voy, Alloh bittadim. Basharang ko'ra. Yirtdim ovoz. Oldim beni qo'yadi. Karim Benzemachani oldim bolalar. Qanaqadir like yo'l spam bo'ldi. Mo'l yomon qo'lyapti. Oy, oxirida ekan. Qaranglar, qimmatligini. Qaldimi? Nicolas Jackson. Jiru bola. Nicolas Jackson nima qilamanmi? Kylian Mbappe qani? Voy, eksklyuziv Kylian Mbappe sekundiga 800 ga dollar. Oldim. Bola, eksklyuziv Kylian Mbappe'ni oldim. Yo'q-mo'yo. Eksklyuziv Kylian Mbappe'ni oldim. Imoyatini olsa bunga. Oy! Bola, ikkalasi olib ketdim. Yo'q-mo'yo, Kylian Mbappe bilan Kevin De Bruyne. Yo'q-mo'yo, Amirchni o'tib ketamiz hozir bola. 408 millionga Kylian Mbappeni kuchaytiraman. Sekundiga 100 million beryapti, 30 million beryapti. 30 million. Hozir men kuchaytiraman bola, mana uni ham. Oy, ikkalasi 50 million, mana 30 milliondan beryapti. Deb hisoblarmikan bola? Hozir bitta rebus qilsak, yo'q-mo'yo hammasi yo'q bo'lar ekan.
6 ta narsa o'g'irlashim kerak. Короче, yana 6 ta futbolchi o'g'irlaganman. Yana futbolchi o'g'irlashim kerak ekan. Bu yerda pullarni kuchaytirib, ana olib kuchaytirib tashlaymiz. 3 milliard kam Mbappeni kuchaytirib, bola 161 million dollar sekundiga beryapti. Biz boshqa gap, bola pullarni saqlab 3 milliard dollar pulim bor. Davay, 90 million qilib qo'ydik. Kevin De Bruyne 235 million dollar sekundiga beryapti. 5 milliard pulim bor bola, 5 milliard. Bu yerda klimas narsalarni sotaveramiz bola. Buni sotarish kerak. Irana bosdik sotaverar ekan. Saliba вообще kerak emas bola. Javi ham bizga kerak emas. Mo'yam, Rodrigo sotib oldim nimagadir. Rodrigo qanday sotaman? Bo'ldi, Rodrigo tursin. Yo 20 milliard dollar pulim bor bola. Biz 20 milliard dollarga mana uni kuchaytiramiz. 800 million dollar beryapti. Amerikada yetib ketdim men. Amerikada yetib ketdim bola. Yo. Bunisi boshqa gap. Rainbow Coil bor ekan, bitta olib qo'yamiz bola. Rainbow Coil. Yo. Yaxshi. Antides yugurar ekan. Benzema bilan mana narsani senga berib yuboraman ekan. Mana yerda narsa olamiz, bola slab degan narsa bor ekan. Uradigan narsa bor, 25 milliard ekan. 25% power bor ekan bu yerda. Nima ekan? Basharini yorib qo'yaman shu uramanda. Qani ketdi bu? Nimalar spam bo'lgan? 360 dollarlik. Qani yana nimalar bor? Normal narsa spam bo'lsa, tepadan chiqsa bo'la spam bo'lsa olaveramiz. Qani. Yo, normal futbolchi yo'q bu yerda. O'y, men kim? Ammo ko'rdik hozir Saliba. Jiru. Qani bola, baznamizni kuchaytirib qo'yamiz. 92 milliard dollar pulimiz bor. Mana upgrade qilsak-chi, sekundiga 2 milliard dollardan beryapti Kevin De Bruyne bola. Baznamizni kuchaytirib tashlaymiz. Menga like bosinglar. Yo'q, dafiga pul kerak ekan-ku kuchaytirishga. Qarach qochinglar-da. Ba'zan nechinchi etaj bo'lib ketdi? Telefon 3 etaj ekan. Nima oldi? Eksklyuziv. Qatta eksklyuziv lucky ulug. Qatta? Secret lucky ulug topdim. Men urib yubordim mana obunachi. Mana eksklyuziv. Ayo, bo'lmas ekan. Anani urib yuboryapti. Bola eksklyuziv lucky ulug qani? Bu diamond, mana secret ekan bola. Qoch. Ketam bola, secret oldim. Oy, secret oldim. Nima shargacha ochib ko'ramiz bola. Secret lucky ulug'dan. Bo'ldi, saniki ukam. Nima tutsa senga? Nima bu? Senga ukam. Mana. Qani qilib beraman? Gini bosish kerak ekan. Ol. Oy, bola, Amerika bozoriga qilib bordim. Mana 400 milliard dollar pulim bor bola. Rodrigoni sotaveramiz. Eksklyuziv spam bo'lganda o'sha qayerda? Eksklyuziv spin berdi. Spin atramiz bola, spin. Hangi right potion nima bu? Qanaqadir elixir. Oy, mana do'stimni olib ketyapti. Ha, ukam. Mana fiksanga. Ur buni. Urib yubordim. Yo'q, bola, urib yubordim. Gap qil do'stim. Urib yubordi yana. Maldo secret. Nima? Eksklyuzivmi? Yo'q, bola. 3 milliard dollar sekundiga beryapti mana musirchasi. Yo'q. Mana kuchaytiramiz Mbappeni. Davay, Mbappeni kuchaytirib 3 milliard Mbappe ham beryapti. Hatta qanaqa futbolchi spam bo'ldi. Mustir ekan bu, Galaxy ekan. Yaltirashdan emas, zo'r deb o'ylabman. Qani bola, normal spam bo'lmayapti hali. 100 dollarlik nima bu? Nima? Da bildim. Gadli. Ayta spam bo'ldi. Mana gadli. Mana qara, mana olyapman. Urdi ko'tdi mana. Senga. Mana fik. Ikking ham yo'qoldi. Qoch. Oldim. Oy, bola. Lo'q ketdim. Lo'q bordim bola. Qara. Ayr, yaxki qara. Qara. Yo, berayman. Yo, bola, sekundiga qancha berishini ko'rdiraman. Yo. Uxladi bular, uxladi. Ana bola nima olib ketdi? Ur buni, ur. Bir ekan, tegma. Urma, to'poy. Bir ekan, tegmaylar unga bola. Qana betda hozir. Mana nima? Kim bu mana? Turkiyalik Rodrigo. Nima? Gadli? Musturgu Gadli bo'ldi. Pullarni yig'amiz. Oy, 1,5 trillion. Nima spam bo'ldi? Bola, Ixlosbek bir nima olib kelyapti, tegmaylar unga. De Jong spam o'tdi, De Jong.
Yuguryapti mana qo'llarkan. Qoch. 2 trillion pulim bor, bo'ldi 2 trillion. 2 trillion qaysini kuchaytiramiz? Mana kuchaytiramiz. Let's go! Sekunda 22 milliard beryapti deb ruyi. Sekret kuchli beryapti, ko'p beryapti eksklyuzivda. Qani, mana bermadi, kam beradi, ko'rding? Buni narigini mutatsiyasi bor. Diamond Godly. Diamond Godly spam bo'libdi. Yo'q, o'zim oldim. Ururma, Zaynob, boshim tiqilib, yerga tiqilib. Voy, boshim tiqilib qoldim mana. Tekinga Godly berar ekan chiqmoqchi bo'lsang. Ochdim men buni. Qani nima chiqar ekan bolalar? Arda Güler. Diamond qara kuchaytiraman, qara. 8 milliard. Yo'q-mayo. Ekran nima chiqib qoldi? Qirab qoldi ekranim. Spam kerak. Yo'q-mayo. Men urvoringlar. Ana. Rahmat. Xo'sh, respam bo'lmayapti. Respam qilinglar mana. Karim benzina keldi. Mani yotishimmi qara. Secret Kevin De. O'sha Secret yomon beradi. Kevin De Bruyne. Hozir chiqib keladi o'yinga bitta bola. O'yinga chiqib keladi bitta. Yo'q bola, mana qaytib kirdim. Bo'ya qotib qoldi. Nima? Bilmadimmi? 7 trillion pulim bor mani. Ay, yugurib yurgan kim? Men Kevin De Bruyne'ni beringlar. Ana Secret. Kim bu? O'zim ola olamanmi? Urdimi? Ular soqolar yeganimiz bolalar. Qani berchi menga? Ber. Rahmat. Kevin De Bruyne'ni qo'yamiz. Chetiramiz. Sen guna, senga buni beraman. Men shuni beraman. Olmayapti-ku buni. Chiq, endi chiqdi. Mana. Baxtga. Olana. Va to'xta, men buni ham beraman. Buni ham oldi. Ustidan ham o'tdi bolalar. Nima? Mifik spam bo'ldi yana. Hepsi eksklyuziv versin, bor eksklyuziv spam bo'lsin. Day gol urtayman, eksklyuziv ber. Ke urib yubordi meni ko'cha. Nima? Soqolan yig'ibmiz biz. Shotga. O N'Golo Kante spam bo'ldi. N'Golo Kante. Men N'Golo Kante. Yo'q, Jackson ekan. Men N'Golo Kante. Sancho-ku bu. N'Golo Kante ekan, nima N'Golo Kante? Arda Güler ekan bu Diamond. Mana N'Golo Kante. Shakisga bergan sekundiga. Yo'q. Qana bolalar, bu yerda Normandiyalar spam bo'lmayapti-ku, eksklyuziv spam bo'lsa olib tashlayman men. Ba'zan kuchaytiraman 11 trillionga. Kuchaytirib yubordim. Yo'q. 11 trillionga ba'zan kuchaytirib yubordim. Mank вообще tash ko'pdi. 5 etaj. Yo'q. Tipa, oy, kattaring qaylar zonamda. Rafinha spam bo'ldi. Virgil van Dijk bilan. Men Rafinha yuribdi. Van Dijk, qatta Van Dijk. Mana Van Dijk, basarz qaylar Van Dijkni. G'irt o'zi Van Dijkchan. Qani eksklyuziv spam bo'lsin, aytor. Qatta. Hozir event tugarkan, eksklyuziv 72 daqiqadan keyin spam bo'lar ekan bolalar. Bilmadim, hozir endi spam bo'lmayapti-ku. Mal necha? Event tugadi. Dani Olmo bilan Musiala spam videosini ekan. Dani Olmo qani? Ko'rmayapman Olmoni. Yo'q, mayli bolalar, короче, videoni tugataman bolalar. Albatta bu o'yin menga juda ham yoqdi. Keyingi videoda albatta shu o'yinni o'ynashni xohlasanglar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Bu tenizda ham men g'alaba qozondim. Hamma narsa esa yutqizdi bolalar. Keyinda ko'rishguncha, xayr.